Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qaynamizda qitinglar, ekranimizda bo'lsin. Xitoy 90 dan ortiq harbiy paraxodni Tinch okeanga o'rinlashtirdi. Xitoy Amerika bilan raqobatini harbiy sohaga tez sur'atda yo'tkamoqda. Xitoy dengiz kuchlarining Sharqiy Xitoy dengizi, Janubiy Xitoy dengizi va Tinch okeanga qarab kengayayotgan quyuq joylashishi Washingtonning rayondagi ustunligiga qarshi bir harakat deb baholanmoqda. Xitoyning bu harakatlari Yaponiya bosh vaziri Sanai Takaichining o'tgan oyda Xitoy Tayvanga hujum qilsa, Yaponiyaning harbiy aralashishini qo'zg'atishi mumkin degan mazmundagi so'zlardan keyin Xitoy bilan Yaponiya o'rtasida diplomatik krizis yuz bergan davrga to'g'ri keldi. Xitoy yana Tayvan prezidenti Lai Ching-doning o'tgan oyda e'lon qilgan va Xitoyga qarshi mudofaa qobiliyatini kuchaytirishga qaratilgan qo'shimcha 40 milliard dollarlik harbiy hamjot planiga qattiq qarshi chiqdi va har doimgi safsatasi bilan Tayvanning Xitoyning ayrilmas bir parchasi ekanligini davrang soldi. Rayondagi 4 bexatarlik manbasining bildirishicha, Xitoy dengiz armiyasiga tava paraxodlarning hem Seriq dengizining janubiy ham Sharqiy Xitoy dengizi ham Janubiy Xitoy dengizi atrofida shundaqla Tinch okeanga qarab kengayayotgan rayonlarda zich o'rinlashganligi ko'rsatildi. Hujjatlarda bugun saharda rayonda 90 dan ortiq Xitoy harbiy paraxodining borligi xotirlandi. Manbalarda buning Xitoyning o'tgan yili 12-oydagi keng ko'lamlik dengiz harakatlarida eshib ketganligi bildirildi. Bir manbaning so'ziga asoslanganda, ba'zi Xitoy urush paraxodlari rayonda urush aeroplanlari bilan moslashtirilgan holda chet el paraxodlariga qarshi taqlid xarakterlik hujum mashqi qilgan. Xitoy Yaponiya bosh vaziri Sanai Takaichining Xitoy-Yaponiya munosabatidagi yiriklikni yumshatishga uringan uchurini qabul qilmaydiganligini e'lon qilgandan keyin Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Lin Jian Yaponiyaning Tayvan masalasidagi pozitsiyasini aniq ifodalashi kerakligini, Tokioning xalqaro jamiyatga izohat berishga qarzdor ekanligini, Takaichining 1972-yildagi Yaponiya-Xitoy o'rtaq xitobnomasiga ishorat qilib va Yaponiyaning Tayvan masalasidagi pozitsiyasining o'zgarmaganligini takrorlash orqali masaladan o'zini qochirgan holda javob berganligini chalvoqib, Xitoy buni hargiz qabul qilmaydi dedi. Anqarada xalqaro qadimgi turk tili muhokama yig'ini o'tkazildi. Turkiya Til-yoziq organi bilan Anqara universiteti Til va tarix geografiya fakultetining hamkorligida o'rinlashtirilgan xalqaro qadimgi turk tili muhokama yig'ini 4-5 dekabr kunlari Anqarada o'tkazildi. Turkshunoslik sohasining sarki tadqiqotchilarini bir yerga jam qilgan bu yig'inda qadimgi turk tili merosi har taraflama muhokama qilindi. Echilish nutqlarini Anqara universiteti Til va tarix geografiya fakultetining mudiri professor doktor Irfan Albayrak bilan turk tili organi raisi professor doktor Osman Mert so'zladi. Professor doktor Irfan Albayrak so'zida fakultet qurilganligining 90 yillik munosabati bilan o'tkazilgan bu faoliyatning simvollik ahamiyatini tilga olib, turk tilining tarixiy merosi va madaniyat izchilligini qo'g'dashning muhim mas'uliyat ekanligini ta'kidladi. Shundaqla turk tilining farqli rayonlardagi izlarining ilmiy usullar bilan tadqiq qilinishining muhimligiga ishorat qilib o'tdi. Türk tili organi raisi professor doktor Osman Mert bo'lsa, qadimgi turk tilining faqatli tarixiy bir davr emas, balki millatning madaniyat xotirasining javhari ekanligini qayd qildi va Orxondan Uyg'ur va Qaraxonilar qo'lyozmalarigacha so'zilgan boy til merosining turk tafakkur dunyosining ul tashlarini shakllantirganligini ta'kidlab, yosh tadqiqotchilarni bu merosni astoydillik bilan tadqiq qilishga chaqirdi. Echilish yig'inida Uyg'ur yoziqidagi O'g'iz dastoni va Xakasiyaning tafsir teg'idagi g'ardan tepilgan qadimgi turk putuki haqida dokladlar sunildi. Tunji kunidagi yig'inlarda Qutadg'obilik, Orxon abidalaridagi yozmalar, qadimgi turk tili qonun hujjatlari, ko'k turkchining so'z lug'at alohidaliklari, qadimgi turk tilidagi son nomlari, turk xaqonligi putuklari qatorliq temalar muhokama qilindi. Shundaqla tekis aylantirishda sal qaralgan madaniyat kodlari va qadimgi turk tilidagi semantikalik yasash usullari haqidagi tadqiqotlar muzokara qilindi. Ko'plagan davlatlardan tilshunoslar qatnashgan yig'inga turk shivilari va tilshunoslik kasbida o'qiyotgan o'quvchilar zo'r qiziqish bilan qatnashdi.
Trump hukumati Rossiyaga qaratilgan cheklamalarni yeniliklatmoqda. Amerika prezidenti Donald Trumpning vakillari Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan o'tkazgan uchrashishdan bir necha kun keyinla Lukoilga qaratilgan ba'zi cheklamalar to'xtatildi. Amerika prezidenti Donald Trumpning vakillari Washingtonning Ukrainadagi urushni oxirlashtirish plani ustida ishlashni davomlashtirishi va Rossiyaga qaratilgan ba'zi iqtisodiy tadbirlarni yeniklatishi natijasida 2 hafta ichida 3-chi qatim Miamida Ukrainalik muzokarachilar bilan bir yerga jam bo'ldi ekan. Steven Witkoff va Jared Kushnerning Moskvada Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan ko'rishishidan 2 kun keyin Amerika Moliya Ministerligi Trumpning oktyabr oyida yo'lga qo'ygan embargolarining ba'zi turlarini qisman to'xtatib turdi. Amerika Moliya Ministerligi kam deganda 29-aprelgacha kuchga ega bo'ladigan bu qarorning Rossiya sirtida faoliyat olib berayotgan Lukoilga tava may qochilish punktlarini o'z ichiga oladiganligini e'lon qildi. Kirimlarning Rossiyaga qaytarilishini cheklaydigan qaror bo'lsa, davomli kuchga ega bo'lib turmoqda. Moskva 2022-yili urush boshlagandan buyon Amerika va Yevropa ittifoqining keng ko'lamli embargolariga duch kelmoqda. Yevropalik diplomatlar Rossiyani besimni azaytish uchun bir tarafdan diplomatik kanallarni ishga solib, yana bir tarafdan harbiy harakatlarni davomlashtirish bilan aybladi. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy Kiyevda qilgan so'zida Moskvada nimalarning o'tirg'i qo'yilganligi haqida Ukrainaning to'liq uchurg'i ehtiyojli ekanligini ta'kidladi. Hurmatli ko'ruvchilar, shunday qilib bugungi xabarlarimiz shu yerda oxirlashdi. Inshaalloh atigi programmamizda ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.